Ko'p qisqartma so'zlarni o'qib qolaman, lekin ularning ma'nosiga tushunmayman. Masalan, Wi-Fi, uni to'liq ma'nosi bormi? Wi-Fi degani bu wireless fidelity, ya'ni simsiz internet tarmog'i. USB-chi? Universal Serial Bus. Multfilmlarda keyin o'yinlarda ko'rib qolaman qabrlarning ustidagi yozuv, RIP. Buni ma'nosi bormi? Rest in peace, ya'ni joying jannatda bo'lsin degan. 3ta W-chi? www.nimadir.com o'sha World Wide Web, ya'ni butun jahon internet tarmog'i degan. iPhone telefon ishlataman, SOS degan yozuv chiqadi. Emergency vaziyatlarda qo'llaniladi. Save our souls, ya'ni yordam bering, qutqaring degan ma'noni bildiradi. Bu videoni Samsungchilarga yuborib qo'yamiz. VPN-chi? VPN, Virtual Private Network, ya'ni maxfiy internet tarmog'i. SEO? CEO, Chief Executive Officer, ya'ni kompaniya bosh direktori. Paxan degani. Yana so'rashga noqulay, lekin bitta zo'ri bor. WTF? Hey yo, what the? World Taekwondo Federation.